qalampirmunchoq, sizigium degan aromat daraxtining quyoshda quritilgan gulbandi. Buni tarkibida yevginol 70-90% ni tashkil qiladi. Undan tashqari efir moylari, vitamin A, C, B lar va minerallar, kaliy, kalsiy, magniy, fosforlari bor. Birinchi navbatda kak antibiotikga o'xshab ta'sir qiladi. Stomatit, gingivit, laringitlarda, oshqozon yallig'lanishlarida, oshqozonda gaz to'planganda, zarda bo'lganda bemalol ishlatishingiz mumkin. Immunitetni normallashtiradi, shamollashlarni yo'qotib beradi. Ayniqsa, ayollardagi gormonal balansni buzilishi bilan kechadigan kasalliklarda juda ham yaxshi ishlatish mumkin. Ozish uchun va yoshartirish uchun ishlatiladigan ajoyib vosita hisoblanadi. Qanday ichilishi haqida kommentariyada 5 raqamini qoldirsangiz, to'liq ma'lumot beramiz. Kuzatishda davom eting.